50 metr tovuq sig'imiga ega texnologiyalar. Mana bunimiz o'rtoqlar yemni o'zi avtomatik olib ketadi. Yemni o'zi kormishkalarga solib beradi. 5 etajli o'rtoqlar. Yem meshalka bu, ha? Necha tonna olar ekan bu? 3 tonna. 3 tonnali ventilyatorlar ikki qator ustma-ust. O'sha 1.40likdan. Assalomu alaykum. Halizli va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni yeni kuzatib borayotgan o'rtoqlar. O'rtoqlar, bugun hozir Qashqadaryodamiz. Qashqadaryoda video qilyapmiz. Yangi tovuqxonamizni hali tovuq qo'yilgan yo'q, bitgan holatini sizlarga qisqagina yengil obzorcha qilib o'tib ketaman o'rtoqlar. Mana hammasi mana shu tomon gofray e'tibor beramiz. Gofray o'sha havoni namlantirib, sovuq havoni salqinlantirib beradi. Mana bu tomondan ham e'tibor beramiz. Xonamizni uzunligi 101 metr ekan. O'rtoqlar texnologiya qo'yilgan. Ya'ni 50 mingtalik 50 metr tovuq sig'imiga ega texnologiya. Mana yangi hamma narsasini qo'yib ustalar как положено qo'yib ketishdi buni. Endi buni yaqin hozir jo'jalari boqilyapti bularda. Jo'jalari katta bo'lgandan keyin bu yerga qamash boshlanadi o'rtoqlar. Mana texnologiyamizni ko'rinishi mana hozir 1 2 3 4 ta liniya bo'lyapti o'rtoqlar. 4 ta liniya. Botlar. 4 ta liniya etajini qaranglar o'rtoqlar, etajini. Bitta tepada, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta etaj e'tibor beramiz. Shunga tovuqning tuxumlari qanday bo'ladi? Mana tovuq mana bu yerga qamaladi. Setkalar mana. Mana yerdan ochilar ekan. Mana ochilib turib, tovuq qamaladi. Tovuqning tuxumi lentaga tushadi. Lenta aylanib hammasini o'sha tomondan boshlab hammasini lenta olib kelib mana bu yerga joylaveradi. Bu yerdan mana bu hali nimasi bor? Qo'yiladi, tepaga chiqib turib lentadan mana bunga tushadi. Tuxumlar hammasi bunga tushgandan keyin bu lenta olib ketadi ichkariga qarab. Hamma tuxumni mana shu lentadan kelib mana shu yerga tushadi. Mana shu yerda tuxumni ayollar o'zi sortirovka qilib ajratishadi. Mana bunday texnologiyalar qo'yilgan o'rtoqlar. Hammasi o'sha yoqib o'chirish texnologiyani, puskada hamma narsa shuning ichida. Mana bunimiz o'rtoqlar yemni o'zi avtomatik olib ketadi. Yemni o'zi kormishkalarga solib beradi. 5 etajli o'rtoqlar. Tovuq hajmiga 50 mingtaga joy bo'lyapti. O'rtoqlar 50 mingta tovuq sig'iydigan joy bo'lyapti. Hozir yemxonasini ko'ramiz. Mana keng joy dalani o'rtasida mana bu tomonlar ham mana xonani hattoki yon tomonlardan ham e'tibor beramiz, gofralar qo'yilgan. Sababi 50 mingtani sovutish uchun bir tomonga gofra qo'yilsa, sovutishga o'sbet qilmaydi. Yana bu zdaniyamiz endi yemxonamiz, hozir ko'ramiz birgalikda. Mana bu texnologiyamiz o'rtalar mana bu yerda nima bu deysa, mana shu yerdan yem ana shu tovuqxonaga kirib ketadi. Bu tomon yemxona. Mana shu lenta orqali tovuqxonaga ketadi. Tovuqlarni kormishkasigacha boradi. Mana bu to'lar yemxona. Bu mana bu drabilka ekan, adashmasam. Mana bu yem meshalka bu, ha? Necha tonna olar ekan bu? 3 tonna. 3 tonnali meshalka ekan o'rtoqlar. Mana shu tasavvur qilamiz. Bu yerdan solinadi, bu shu meshalkaga tushib, avtomatik tashqariga tovuqxonaga boradi. Tovuqlar kormishkasiga o'zi avtomatik tushadi. Odam nazorat qilib turadi xolos buni. Mana shunday ketadi, ketdi lenta bilan. Mana o'sha yemxonadan shunday chiqadi, ketadi tovuqxonaning ichiga. Hozir tovuqxonaning ichini yana bir qator ko'rsataman ventilyatorlarni.
Mana o'rtalar o'sha nimalarimiz, buni ichida o'sha graduslar, qaysi ventilyatorlar harorat ko'tarilib ketsa ishlaydi, ventilyatorlar kamayib ketsa o'chirib, xullas hamma regulировкani chetdan o'zi bajaradi, graduslarga qo'yib qo'yiladi. Mana bu to'yxonamizning uzunligi o'rtoqlar 101 metr ekan uzunligi. Gofralarimiz mana shu yerdan ham boshlangan gofralar. Sababi tovuqning ko'pligini hisobiga gofra sistemasi ham, ventilyator sistemasi ham ko'p bo'lishi kerak qoidasida. Mana bu o'sha aytganimizdek 5 etajlik holati. Bunga endi mana ichki pastlardan o'sha ventilyatorlar qo'yish boshlangan, e'tibor beramiz. Sababi havo 50 minutda hazilakam issiqlik chiqarmaydi o'zidan, 50 minutda tovuq hazilakam amoyak hidlarni chiqarmaydi. O'shani hisobiga ventilyatorlar havoni belgilab qo'ygan holatigacha ishlab turadi. Kerak sovib ketsa, boshqa bo'lsa, o'zi avtomatik ba'zilari o'chadi, ba'zilari yana ishlab turadi. Xullas, regulировка, texnologiya. Mana shu 5 etajlikdan 4 ta liniya ekan, e'tibor beramiz. Hozir endi narxi haqida qisqa ma'lumot berib o'taman o'rtoqlar. Bular yangi, hali ishlatilmagan. Mana shuni $200 ming bo'libdi o'rtoqlar narxi. Mana bu lentadan tashqari. Mana bu yerda axlatini lentasi bor mana. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu lentamiz. Bu lenta ham Xitoydan keladi, qimmat narsa. $24 ming ga o'sha lentani olindi deyishyapti. Mana bu axlati ketayotgan joy, o'rtoqlar, mana o'sha lentalarimiz aylanib kelib, faqat lentaga tushadi. Bundan tashqariga chiqadi, tashqaridan pirsepga ketadi. Pryamoy axlatlari. Yangi lentalar hamma joyi tayyor. Bular endi jo'jalarimizni yetilishini kutishyapti. Xudo xolasa 4 ta qator mana ventilyatorga e'tibor beramiz o'rtoqlar. Ventilyatorlar 2 qator ustma-ust. O'sha biri qatlidan. Bularga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Sababi tovuq soni nihoyatda normal darajada haqiqat. Fermani tovuqdek, bitta fermalarda ham o'zi bitta zanada 50 ming, 60 ming, 70 ming shunaqa, 80 ming, 100 mingliklarda bor. Endi normalisi 50 mingdan boshlanadi. Tovuq sig'imi. O'rtoqlar, mana shunaqangi holatlar. Xudo xolasa bu yerga tovuqlarni, jo'jalarimizni tashlab olsak, nasib bo'lsa, endi bizga uzoqligi bor, nasib bo'lsa kelib yana videosini qo'yamiz. Holatlar shunaqa o'rtoqlar. Qashqadaryoda bir 2 yil, 3 yil oldin 5 mingta jo'ja qilib bergan edik. O'sha jo'jalarni boqib 3 yil oldin ekan 2 yil tuxumini olishdi. Undan keyin endi kattalashtirmasak bo'lmaydi degan fikr bilan mana shu 50 mingtalik texnologiyani qo'yishdi, liniyani. Mana gofralar mana shu yerdan boshlangan. Bu tomoni ham ketdi shunaqasiga. Aylanasiga gofra, ro'para ham, bu tomoni ham mana shu yergacha, yarimigacha. O'rtoqlar, bugungi videomiz shundan iborat, qisqa videomiz. Texnologiyani endi ishga tushirgan holatini ko'rsatib o'tay dedim. Buni endi ozgina hali aytib o'tganimdek ozgina kamchiliklari bor. Endi ustalar jo'ja kelishdan oldin yana hamma joyini kakpolojna qilib tayyorlab berishadi. Taxminan 2 oydan keyin jo'jalarni qamash boshlanadi, xudo xolasa. Mana bu tuxum terishlar, tuxum liniyalarni hammasi ko'rsatib boramiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Bu yerda o'sha hali aytganimdek tuxumlar har bittasi chetdan keladi. Bu yerdan lentaga chiqadi tuxumlar. Lentadan to'g'ri tuxum yig'adigan xonaga tushadi. Ayollar uni sartaroshga qilib mashinaga chiqarib jo'natishadi. Tepalarimiz mana bunday holatda qilingan konteyner firmasidan
tepasi kiygiz ekan, qora plastik tepasi, keyin ag'idan yana o'teplet qilingan ekan. Shu holat ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tiborlaring uchun rahmat. Havas qilganlar shunaqangi tovuq fermalar nasib qilsin. Har kimning ishlariga omad, salomat bo'linglar. Okay,